Corona Medline klinikasida bepul tibbiy ko'riklar davom etmoqda. Avval xabar berganimizdek, Hindistondan Corona Medline klinikasiga urolog hamda neyroxirurg mutaxassislar bepul ko'ruv jarayonlarini o'tkazishmoqda. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring va qayerdan keldingiz? Paxtabod tumanidan keldim. Ismim Fahriddin. Bunaqa bosh miyadan operatsiya qildirdim. Bosh miyamdan Hindistonga borib. Hozir ko'rikka keldim mana. Konsultatsiyaga keldingiz, повтор qayta ko'ruv konsultatsiyasiga. Operatsiyadan keyin o'zingizni qanday his qilyapsiz? Operatsiyadan keyin o'zim juda yaxshi his qilyapman. Yaxshi, ko'riklar zo'r o'tdi operatsiyalar. Assalomu alaykum. Men Jalolov Nasirullo. Mana shu klinikaga birinchi marotaba keldim. Quyida Hindistonlik mutaxassislar kelgan ekan. Bepul konsultatsiya olish uchun kelyapman. Qorin jarrohlik bo'yicha ko'ringani keldim. Shu bepul konsultatsiyaga bo'layotgan tashkilotchilarga rahmat katta. Sizlarga ham rahmat. Ta'minlarga hamma sharoitlari yaxshi ekan. Ko'rib xursand bo'ldim.